mana bizlar kelib ozgina dam oldik, ozgina tamaddi qildik. Xudo xolasa endi yo'lga chiqamiz. Hammaga omad. Alloh yo'limizni bexatar qilsin. Sog' omon yetib boraylik. Qarab turing. Allohning o'zi har bir bandani mana shunday kunga yetkazsin. Allohim yo'llarimizni oydin qilsin. Har baloy ofatlardan o'z saqlasin. Allohu akbar. Haydaylar. Video bo'lyapti, haydayver. Hayday. Omad hammalaringga. Hayday. Men video bo'lyapti. Yuringlar qani. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Allohning izni bilan yana yo'lga chiqdik. Mana to'rtalamiz ketyapmiz Astraxan tomonga. Xudo xolasa bugun boramiz, bo'lmasa ertaga. Yo'llarimizni Alloh oydin qilsin. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan barcha qarindoshlarimizga, mahalladoshlarimizga, tanish-bilishlarimizga, aka-ukalarimizga, bola-chaqamizga rahmat aytamiz. Umrlarimiz sira ziyoda bo'lsin. Telefondan, internetdan video qilishib bizlarni qo'llashyapti. Alloh hammalarini ko'nglidagi barcha orzu niyatlariga Allohimiz yetkazsin. Mana o'tgan 2023-yilda Andijonlik to'rt basavlat yigitlar bilan amallarni bajarib kelgandik. Mana Andijonda, Samarqandda, sherigim Sirdaryodan, yana bittasi ham Sirdaryodan, o'zim Toshkentda, yana 4 kishi Allohning yo'lida ziyorat qilishdim. Boryapmiz. Albatta bunga sharoit yaratib berganligi uchun, mana shunday qariyalarni qo'llab-quvvatlab turganliklari uchun mahalliy hokimiyatda rahbarlarimizga, Bola prezidentimizga katta rahmat. Yo'llarni ochib qo'ydilar. Bizga o'xshagan qariyalar shunday sayohatlarga yuryapmiz. Buxoro, Samarqand, Xiva, Navoiy viloyatlarini ziyorat joylariga bo'ldik. Qolaversa Qozog'iston, Turkiston, Ahmad Yassaviy maqbarasiga bo'ldik. Yerlarni ziyorat qildik. Prezidentimiz tashabbusi bilan Turkiston shahrida O'zbekiston xalqlari nomidan katta bir masjid qurilayotgan ekan. Bu masjidni ko'rdik. Hali qurilib bitmagan, lekin juda ham chiroyli qurilyapti. Alloh nasib qilgan bo'lsa, kelgusi yillar shu masjidga kelib namoz o'qiymiz deb niyat qildik. Albatta bu O'zbekiston va Qozog'iston xalqini e'tirofi O'zbekistonning xalqi nomidan deb aytilgan ekan. O'zbekiston xalqi nomidan, musulmonlar nomidan mana shu Ahmad Yassaviy maqbarasining oldida juda katta masjid qurilayotgan ekan. Albatta bu so'zlarni eshitibda ko'pinlarni ketdik. Ularni qozoq do'stlarimizni O'zbekiston xalqi to'g'risidagi iliq fikrlari odamni qalbini jumishga keltiradi. Albatta juda ham bir hurmat, izzat qilishar ekan. Buni biz o'zimiz guvoh bo'ldik. Mana 4 kishi bizni o'sha mehmonxonalarga joylashtirishib, bizni olib yurishdi. Mana shu Turkiston shahrini ziyorat qildirishdi. Ahmad Yassaviy boboimizning maqbaralarini ichlariga olib kirishdi. Juda yaxshi hurmat qilishdi. Men mana shu o'zim tengi qariyalarga, o'zim tengi mahallamdagi qariyalarga, Toshkent shahar Olmazor tumani Namuna mahallasi qariyalarga, tengdoshlarimga tavsiya qilmoqchiman. Qolaversa, butun respublikamizda qariyalarga tavsiya qilmoqchiman. Mana shunday joylarga kelib ziyorat qilish, mana shunday joylarga kelib tomosha qilishni. Albatta buni men o'zim hali borsam mahallaga aytaman. Mana shu imkoni bo'lsa shu qariyalar bilan birgalikda mana shunday ziyorat joylariga kelmoqchiman. Albatta bu yaxshi niyat yarim davlat deydi xalqimiz.
quruq uyga o'tirganim bilan hech narsa o'zgarmaydi. Men velosiped bilan yuradim, piyoda yuradim, mashina bilan yuradim. Bu o'zini ixtiyorida kim bo'lsa, lekin velosiped bilan yurishni men tavsiya qilaman. Sababiki meni ko'p kasalliklarim avvalo Xudoyu, lekin shu harakat qilganligim uchun kasalliklarim chekindi, qon bosimim tushdi. Mana shu 2000 kilometrlab yuraman men har yili. Hech qanday charchishni bilmayman. Qon bosimini bilmayman. Albatta hammaga shuni tavsiya qilmoqchiman. Mana bunday holatda yurish, mana bunday toza tabiat qo'ynida bahra olish, cho'l zonalarga yurish, o'rmonlarga yurish, umuman boshqacha tasavvur qiladi. Yo'l yo'lda ketyapmiz. Xudoga shukr. Yo'llar yaxshi, hamma tinch. Sheriklarni oldinga La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sheriklarimiz ketyapti. Yo'llarni sekin kuzatib videoga olib boryapman. Bu ham bir, buni ham o'ziga yarasha gashti bor. Bu ham bir nevaralarga istalik bor. Bu qoladi degan ma'noda maqtanish uchun emas, boshqa uchun emas. O'zi maqtanamizmi, boshqa qilamizmi? Nima ish qilishimizdan qat'iy nazar Alloh buni kuzatib turibdi. Alloh buni kutib turibdi. Alloh buni bilib turibdi. Shuning uchun hammani to'g'ri yo'lga boshlasin. Qalay, yaxshimi? Salomatmi?